Bugun hamma muammolar hal bo'ladi. Senga nima kerak edi? Menga qurilish mollari. Sengachi? Menga mashina kerak. Bo'ldi. Hammasini hal qilamiz. Nimaga bilasizlarmi? Nega? Chunki biz Toshkent Index Universal bozoriga keldik. Bo'pti, shunaqa narsalar bormi? Vayli bu narsa bor. Hozir tushuntiraman, ket tur. Nima kerak o'rtoq? Sement, Bor, shipper, bor, turba, bor, sim, bor, beton. bor. O'zi nima yo'q bu bozorda? Yo'q narsani o'zi yo'q o'rtoq. Qum ham bor. Qum? Remontdan keyin baribir texnika olishing kerak, to'g'rimi? Xo'p. Chetdan qo'yoqqa hammasidan bor ekan. Keyin boshqa joylar bilan ancha farq qilar ekan. Nima farqi bor? Narxida farqi bor. Kallani ishlat. 500 ming so'm, qara, 500 ming so'm. To'g'ri, lekin narxida farqi bor ekan. O'rtoq, bu narxlar dahshat-ku. Elektromobil deysanmi, benzinli deysanmi, har qanaqasidan bor ekan. Nimaga bilasanmi? Nimaga? Chunki elektrokarlarning birinchi qo'li aynan shu yerga keladi. Yo'q-ey. Bitta qora bitta oq bosib yuboramizmi? Voy, ketadi-yu. Chaqir, qani? Undan tashqari avto ehtiyot qismlari, bozori va servis xizmatlari ham bor. Tez orada mana shu yer tekstil markaziga aylanadi va eng arzon narxlarda kiyimlarni xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Qurilish molini oldingmi? Oldim. Mashinachi? Ha? Bo'ldi. Men ham o'zim olmayman deb aytaman. Xullas, nima ishinglar bo'lsa, Toshkent Index Universal bozoriga kelib bitirasiz. Ha, adashib qolish yo'q. Bemalol 72 gektar joyi aylanib chiqsangiz bo'ladi. Atiq 72. Ha, mabodo adashib qolsa, xarita ham bor, qo'yib qo'yamiz.